Bosh miyani qachon MRT qilish kerak? Avvalambor, tomografiyani faqatgina nevropatolog tavsiyasi bilan qilingani afzal. Mabodo o'zingiz mustaqil tekshiradigan bo'lsangiz, quyidagilarni inobatga olishingizni tavsiya qilamiz. Kelib chiqishi noma'lum bo'lgan bosh og'riqlar, bosh aylanishlar, es-hushi buzilishlari, ko'rish va eshitish muammolari. Tez-tez kuzatilib, osonlikcha standart davo muolajalari bilan bosilmaydigan va keyinchalik kuchayib boradigan bosh og'riqlar, ayniqsa yo'tal va aksirishlar bilan bog'liq bo'lsa, harakat va muvozanat buzilsa, o'choqli nevrologik simptomlar paydo bo'lsa, bemorda onkologik kasallik mavjud bo'lganda, bosh og'riq xurujlari kechasi uyqu payti paydo bo'lib, bezovtalik keltirsa, bosh og'riq bilan birga ikkita ko'rish, nutq o'zgarishi, yuz asimetriyasi, qo'l va oyoqlarda holsizlik paydo bo'lishi, to'satdan paydo bo'luvchi intensiv bosh og'riqlari, ayniqsa ko'ngil aynishi, qayt qilish, hushni yo'qotish va boshqa nevrologik belgilari bilan birga namoyon bo'lganida